Ayollar faqat ketib keta oladiganlarni hurmat qiladi va bu haqiqat. Ayol qancha xohlasa ham menga g'amxo'r, mehribon, hamma narsaga tayyor erkak kerak deb aytishi mumkin. Lekin aslida u faqat o'z o'rnini qo'ya oladigan va istalgan payt ketib keta oladiganlarni hurmat qiladi. Erkak uning janjallariga chidashni boshlashi, manipulyatsiyalariga ko'z yumishi va hamma narsada yon berishi bilan u uning ko'zida erkak bo'lishdan to'xtaydi. U bunda sadoqatni emas, zaiflikni ko'radi. U uchun u qulay mebelga aylanadi. Doim yonida, hech qayerga ketmaydi, oyoq artishga ham bo'ladi. Va u qanchalik ko'p yopishib olsa, ayol shunchalik tez unga bo'lgan qiziqishni yo'qotadi. Chunki hurmat erkak hamma narsani kechirganidan emas, balki uning o'z chegaralari borligidan paydo bo'ladi. Ayol ularni bosib o'ta olmaydi. Ayol har doim yo'qotishdan qo'rqadigan, yolg'iz qolishdan qo'rqmaydigan insonga tortiladi. Buning ortida butun boshli psixologiya bor. Men buni ochiq ayta olmayman. To'liq tahlil va chuqur psixologiya Telegram kanalimizda. Profilga kiring. Havola bioda.